Do'stlar, mayli bu egalaridan so'raganlar uchun do'stlar, mana dehqon egalaridan primoy cheres yoki qimmatga oladigan narsa emas, akalar. Yaxshi chiroyli narxlarda kelishib olsangiz bo'ladi. 2020-yil 2lik do'stlar, turbo motor. Do'stlar, bittagina orqa bagajchasi kraskasi bor ekan. Tamom. Boshqa hech joyda yo'q. Qora rang. Xo'p, mana do'stlar, motorchalari ko'rishingiz mumkin. Yuvilmagan. Do'stlar, shu holatda olib chiqibdilar. Egalari ham hozir mashinada narxlarni albatta kelishib, sizlarga shu narxda chiqarishga harakat qilamiz. Diskalarda balon holatlari o'rta holatda, akalar. Yurgani qancha deysiz aka? 147 ming. 147 ming. O'zidan, ha, xulolasa. Tushunarli. 147 ming yurgan. Do'stlar, mana buchani o'zingiz ko'rib baho berasizlar. Lyuklari yaxshi holatda ekan. Xo'p, orqalarini ko'rsatamiz. Do'stlar, hozir narxini kelishamiz. Narxi bilan qiziq sizlarga. Hamma arzonni izlayotgan edi, lekin egalardan bu pultni ochdilar. Xo'p, yuvilmagan, shunday olib chiqibdilar akamiz. Buni zapaskalari. Juda yaxshi. Shunaqa holatda. Akalar. Hozir narxini nech pul so'rabsiz aka? Narxini 20 ming so'rayapmiz, kelishtirib beramiz. 20 ming so'rayapsiz. Qancha oxiri buni? Kelishtirib ayting. Oxirini sizlardan-da. 17 mingimiz bo'ladimi? Bo'ladimi? Yo, 17 mingga. 17 yarim bo'ladimi? Yo'qmi? Yo'q. Qancha qilamiz? 18 mi? Bir 19 minglarga bo'lsa ko'ramiz. 19 minglargami? Ha. Pastini so'rasizmi? Yo, pastiga iloji yo'q. Yo'q, ha. Pastiga iloji yo'q deyishyapti. Ko'ringlar, kelib ko'rishsin, ha, xulosa. Ha, bemalol. Bitta shu yerda petnosi bor desa, bagajsiz. Qaysi tomonida? Har bir odamlar qiziqadi. Shu yerda. Tushunarli. Gap yo'q. Boshqa joyda chiqmaydi, ha? Yo'q, nasib bo'lsa chiqmaydi. Yurganlari shu o'zidan, xulosa. Juda yaxshi. Telefon nomeringiz aka? 91lik 91lik 030 030 90 90 66 raqamlarga telefon qilasizlar. O'zi qayerdansiz aka? Urgutdan ekanlar, akalar. Telefon qilinglar, yo'g'ini bemalol gaplashib olsangiz bo'ladi. Variantlar bormi? Yo'q, variantga yo'q. Iloji yo'q, ha? Do'stlar, variantga iloji yo'q, faqat narxga sotilar ekan. Telefon qilib gaplashaverasizlar. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Yaxshimisizlar do'stlar? Bozorda har xil mashinalarni bugun syomka qilamiz. Trekkerdan boshlab do'stlar BYD, Malibular ko'rasizlarmi? Zo'r chotkilari, trekkerlar bu yerda. Bu yerda ko'rasizlarmi? Cherry, Kia'lar, xullas hammasini narxlarini birin-ketin chiqaramiz. Albatta videoni boshidan oxirigacha ko'ringlar. Narxlar tushganmi, ko'tarilganmi, albatta videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasizlar do'stlar. Narxlarni maksimalni tortishib, talashib sizlarga chiqarishga harakat qilamiz. Bozordagi yaxshi mahsulotlar bizning kanalda bo'ladi. Oxirigacha ko'rib, faqat bir dona like bossangiz bo'ldi do'stlar. Bozorda o'zi trekkerlar hozirgi kunda nech puldan bo'lyapti? Birinchi bo'lib shu trekkerdan boshlasak, bilib olamiz xudo xolasa. Yil necha ekan mana shu trekker aka? 2023 pozitsiyasichi? Premier pozitsiya. Kraskalari bormi aka mana shunani? Kraskasi yo'q, top-toza aka. Kraskasi yo'q, top-toza. Xadovoy motor hammasi yaxshi, ha? Hammasi chotka, ha, xudo xolasa. Yurgani qancha? 49783. Xudo xolasa aytilgandek chiqar, ha? Aka. Nakitkalar tashlab qo'yilgan, chiroyli holatda ekan, akalar. Ko'rishingiz mumkin. O'sha tagi koja, ha, to'g'rimi? Sun'iy koja. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Chotki holatda. Gazlari bormi? Gazlari bormi? Gaz bor. Propanmi? Propan. Propan gazlar o'rnatilgan ekan, akalar. Buni nech pul deyapsiz o'zi? Aka 15200 qilib beramiz. 15200. Bo'lishi qancha oxir taqalgan? Sunnatiga yana birovni o'tib beramiz aka. Telefon qilib. Sunnatiga yana o'tib beradigan joyi bor. Bunisi LTZ aka. Bu LTZ, ha? Qop-qora rang, yil necha? 2023 LTZ rang, kraskalarichi? Top-toza aka. Bu ham top-toza. Xarajati yo'q, hammasi cho'tka. Xarajatsiz yo'q, top-toza. Do'stlar, balo holatlarini ko'rishingiz mumkin. Holatlari yaxshi holatda ekan. Tonirovka ruxsati ham bormi? Bor aka. Tonirovka ruxsati bor. Necha oy aka? Necha oy ruxsatlari bor? Aka 6 oymi bor? 6 oylar atrofida bor ekan. Buni nech pul deyapsiz aka buni? 14700 qilib beramiz aka. $14700. Yana pasti bor, ha, xudo xolasa. 14 dan pastini so'rashsinmi? 14 dan pastini so'rashsinmi? Yo'q aka. Yo'qmi? 14700 aka o'zi. $14700.
14 ekan, примерно. Ko'nglingiz, shunaqa bo'ladi. 14,5 sal baland aka. Sinatiga o'tamiz 14,700. 14700 dan oz-moz o'tib beradigan joylari bor ekan, do'stlar. Akalar, yana bitta 2019 avtomat, lekin yurgani buni ko'proq ekan, 120 ming yurgan. Kraskasi top-toza, xudo xolasa gazlari, lekin buni bor. Uni gazlari yo'q edi, lekin buni gazlari bor. ABS papes plus full. Motor ochilmagan, ha? Tushunarli. Xo'p, konditsioner bor, ishlaydi, menimcha. Juda yaxshi diskalari, balonlari. Salon ishlari ham, mana ko'rasizlarmi? Yomon emas, holatlari yaxshi. Mana yurgani. Monitorchalar bor ekan bu yerda, salon podsvetkachalar. Chiroyli holatda. Yomon emas. Kana Cobalt Samarqand mashina bozorda arzonmi yo'qmi? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar. Menimcha yomon emas, chunki Cobaltlar ancha yaxshi holatdagilari Samarqanddan topsa bo'ladi. Yana fikringizni o'zingiz yozib qoldiringlar. Nima deysizlar? $9000 oxiri deyishdi. Pasti bo'ladimi? 9 dan pasti. Shumi? Tep-tekis, ha? Xo'p, 9 dan pasti yo'q deyapti. Kelib ko'ringlarchi, do'stlar. Toshkent mashinasi ekan akalar. Telefon nomeri aka? 70 yurgan. 70 128 yurgan. 70lik 034 02 02. 034 02 02. Telefon qilasizlar, gaplashib olaverasizlar. 2019 mexanikasi o'zi bozorda $8500 so'rashyapti. Akamiz 8200 ga beraman deyishdi. Do'stlar, yana narxini tushirishga harakat qilamiz. Balonchalarni ham ko'rasizlarmi? Yangi holatda ekan. Diskasi yo'q, qalpaklarda. Narxlari chiroyli qilib, mana shunaqa shifkalarni qo'yib chiqdilar. Zapaska balonlari joyida. Ko'radimiz qanday ekan. Kraskalari bor, mashinamizni hozir ko'rsatamiz yo'qmi? 168 mingdan ziyod probeg ko'rsatyapti. Ko'rasizlarmi? Chexol poliklar. Ko'rasizlarmi? Salonchilari yaxshi holatda ekan. Xo'p, mexanika. Metan gaz taqilgan, kraskasi qaranglar. Kraskasi kapot krilo deydiz-a? Krilomi? Krilo bilan eshikda bor. Ha, krilo mana bu. Yoniga sepilgan. Qarang, krilo polni sepilgan, ha, to'g'rimi? Eshik sepilgan ikkalasi. Yana bitta maydacha dedingiz, petnocha bor dedilar. Qayerda dedingiz? Chap krilosida. Pastidami? Yo'qmi? Petnochasi bor. Shu 3 ta joyda. Bu petno, ikkita detal. Mana shunaqa. 8200 dedingiz, ha? Yana ucha olamizmi? Siz kanalingizga kelsa 100 o'tib beraman. 8 dan past so'rashsin, nima qilamiz? Yo'q, ha? Shu 8 qilaylik, ha? Nima dedingiz? Ha? Yaxshi narx bo'ladi-da mana. Oxiri agar shu bo'laydigani bo'lsa, dangal odam bo'lsa 8 ga beraman. Dangal odam bo'lsa 8 ga beraman deyishdi, lekin 8,5 ga yo'q deyishdi. Albatta kelib ko'ringlar, endi qo'lga qo'l solib, baribir talashib tortishib olmasangiz bo'lmaydi, akalar. O'shanga ko'ringlar. ABS ham bor ekan. Konditsioner. Stayr. Nomerni olib qolamiz. Aka, nomeringizni aytib yuboring. 97lik 97lik 611 611 66 66 77. 77 raqamiga telefon qilasizlar. Qayerdansiz aka? Payariqdan keladi. 2014-yilda ishlab chiqarilgan 1 yevrosi, qaranglar, narxchasini aytaman, atigi Nexia puli bo'lyapti. $5700 ga berib yuboraman deb deyishyapti. Bir 30% kraskasi bor ekan. Balonlari ham holatlari yaxshi holatda, akalar. Ko'ringlar, yomon emas. Hozir Nexia puli, hozir bu yerdan Nexialarni ko'rsangiz ham 5700 lar atrofida deyishyapti. Akamiz, lekin pastda Nexia puli bo'lyapti. To'g'ri, prostoy, lekin Cobalt baribir Cobalt akalar. Xo'p, monitor, salon ishlari ham yaxshi. Chexol hammasi qo'yilgan, tayyor holatda ekan akalar. Xo'p, motorchasini ochib ko'rsatay. Gaz metanmi? 3-paketli metan. Do'stlar, kompaktlarda mashinamiz metan. Konditsioner ishlaydi, menimcha aka. Xo'p, motor, ходовой, korobka hammasi zo'r, to'g'rimi? Metan taqilgan. ABS bor, ha? ABS.
bezabeskina bu yerda bezabes shunaqa holatda ekan. Xo'p, 5700. Shundaymi? Qancha qilamiz? Yana o'tib bera olamizmi? Telefon qilib kelishtirib beraman. Qancha aka? Tochkasini chiqaraylik. Yarim qilib beramiz. 5,5 mi? Yana so'rashsa. O'zi 5000. 700 deb barterga qo'ydi. Yana yengilroq bo'lsin deyman-da aka. Shu tars soting keting aka. Nima qilamiz? 5500 dollarga beraman deyishdi. Ha, 400 qilaylik aka, gaplashamiz. Nima deysiz? Ha? O'zi 200 minus. Shunday birdan chiqib sotilsin shu aka. Ha? Bo'ladimi? Do'stlar, 5400 dollar. Nexia puli. Kelib ko'ringlar. To'g'ri, probegi ham ko'p bo'lsa ham, zato Cobalt akalar. O'lgani o'liga yaxshi. Nima deysiz? To'g'rimi? Ular telefon qilinglar akamizga. O'zi qayerdansiz aka? Chelakdan. Chilakdan keladi. Xo'p, telefon nomeringiz aka? 94lik 110 28 88. Variantlarchi? Gaplashsa bo'ladi, ha? Variantlarga ham bo'ladi. Puli yengil Nexia 2 1.6 kerakmidi. Do'stlar, juda arzon narxda topib qo'ydim. Albatta videoni oxirigacha ko'ringlar. Arzonlari juda ko'p chiqqan bu bozorda. 22-mart haftaning yakshanba kuni. Do'stlar, ko'ramiz nima Samarqand mashina bozorida narxlar qanaqa, tushganmi, ko'tarilganmi, albatta oxirigacha ko'rib bitta like bo'lsangiz bo'ldi. Agar kanalimizda yangilardan bo'lsangiz, pastda rost tomoningizda podpisatsiya tugmachasi bor, shuni bir marta bosib qo'yinglar. Podpishkada bo'linglar. Biz boshladik videoni. 2009 do'stlar, 1.6 xudo xohlasa metan gazlar taqilgan, mashina tayyor. Aytganingizdek, hamma yoqlari butun, asfalt bo'lgan. Shunday bo'lyapti. Asfalt bo'lgan, ha. Almashgan detali bormi? Almashgan detali yo'q. Yo'q, ha? Hammasi o'zidan. Tushunarli, shapaloq diskalar, balon holatlari ham oldi yangi, orqasi ham yaxshi holatda do'stlar. Yomon emas. Xo'p, ishlari lyuks. Yurgani aniqmi aka? Yurgan aniq, hech qaytarildi, shunisi yo'q. Qancha yurgan? 241 ming. 241 ming yurgan ekan. Gap yo'q, ishlari ham mana lyuks. Akalar. Arkasi shunaqa metan gaz. Arqa oldi 100% butun chiqadimi, xudo xolasa? Tushunarli. Yil o'tib kraskasi kattagina bo'lganga. Aka, qarang, mana bir nima yorilgan? Bu aka mana shu, mana haligi parokcha o'zi yorildi. Parokchani o'zimi? Ha, mana shu o'zi Bu yorilgan. kuzovdan ketmaganmi? Yo'q, ustidan ketmagan. Tagini hozir ustalar ham tekshirib ko'rdi. Kuzovdan ketmagan, shu o'zida. Holatda mana shunaqa. O'zi boshlanishiga necha pul so'rabsiz? Aka, bu 2009 yili aka, buni aytgan ma'qul, motorda katta xarajati bor. Nima xarajat aka motorda? Katta moy yeydi. Aha. Motor qo'yarsa o'ziga yaxshi. Qolsa tayyorsa, qolsada chiqadi, ha. Tushunarli. Примерно qancha xarajat ketadi shunga o'zi? 3 million. 3 million. 3,5 million. Keling 4 million deyin, ha? Generalniga beraveramiz. Generalni Generalniga beraveramiz. beraveramiz. Dokument muammosi yo'q, xudo xolasa. Dokumentda umuman muammo Necha pul yo'q. qilamiz? O'z bozor so'ratganlar bormi? Bozor so'ratgan realni aka 32 so'radi. 32 million. Berganidek. Aha. Sheriga aynidimi, kelmadi, bo'pti mayli dedik. Qaytib kelib, donosini olib ketdi. Endi necha pulga beramiz aka? Sal kelishtiring endi, tuzil. 30 dan pasti nima qilamiz? Aka, realni agar sizni obunachilaringizdan telefon qilsa 30 millionga beraman. Pastini so'rashsinmi? Yo'q, pastiga aka. Shtir bo'lsa aka yaxshi narx bo'ladi. Narxga sotaman, lekin 30 dan kam bera olmayman aka. 30 dan kam aka, yaxshi narx lekin aka, asli bo'lgan aka. 30 dan kamiga sal o'tib bering obunachilarga. Ha? Tars sotasiz ketasiz aka, nima qilasiz qilmadi? To'g'risida. Maslahat shu. Просто birovdan qarzim bor degandak shunga yetmayroq turgani uchun Ha, sotyapman. 1-2 millionga aka, vaqtingiz ketadi, bozorga kelasiz, zig' bo'lganingiz qoladi. Bo'pti, siz uchun 1 million o'tdim men. 29 mi? 28 aka. Yo'q, 28 ga bera olmayman akajon. Qiling aka. 2 yil oldin Jiguli olyapti Aka, shu soting keting demoqchiman, to'g'risi. Men maqsadim shu aka, bilasiz-ku. Ketdimi? Ketdi. Do'stlar, 28 million so'm. Nexia 1 emas, Nexia 2. Xudo xolasa Nexia 1 puliga Xudo xolasa xizmatini qiladi inshaalloh. Aytilganidek chotka.
bosib yuboringlar, bo'lmasa sotilib ketadi do'stlar. Mana nomerlarni olib qolamiz, srochniy telefon qiling bir ko'rishda. Telefon nomeringiz aka? 99lik 99lik 748 748 22 23. 22 23 raqamiga telefon qilib, srochniy bosib yuboringlar, bo'lmasa sotilib ketadi. Qayerdansiz aka? Payariq, Al-Buxoriydan. Payariq Al-Buxoriy mashinasi akalar. Srochniy bosib yuboramiz. Puli yengil Nexia 3 so'raganlar uchun 2019 narxi qaranglar. $5800 beraman deyapti. Yana u yoqda gaplashaverasizlar. Ko'rasizlar, faralari sarg'argan, lekin oldi arqa farachalarini bagajda turibdi. Yangisini olib qo'yganman, shuni berib yuboraman deyishdi. 4 ta pachka ballon yumshoqidan, ozgina vakuum joylari bor. Ko'rasizlarmi? Shu. Xo'p, ko'ramiz, yo'qsa bosib yuborasizlar, keling. Hozir hamma yoqlarni ochib, bitangasi taqilgan, deflektorlar, video registratorlar qo'yilgan, salon ichlari ozmoz kir holatda ekan, ko'rasizlar. Shu mexanikacha shunaqa ballonlar qo'yilgan ekan, diski yo'q. Xo'p, motor yuvilmagan, bitangasi. Xo'p, bagajasini ko'rsatamiz. Ha, bu kalitdami deyman? Hozir bitta ochib ko'rsataylik bagajasini. Xo'p, bitangaz akalar. Bu Nexia 2 niki, ha? O'zinikini olib qo'yganmisizlar? Nexia 3. Mana bu Nexia 3 niki. Sarg'aygan-ku, shuni berib yuboradilar. Shu zapaskalar pastda, ha? Yana xarajati yo'q, xudo xolasa, to'g'rimi? Kraskasi qanday dedilar? Kraskasi karniz eshikda u joyda bor. Karniz eshik bu joylarda bor deyishyapti. Narxini qancha qilamiz? Oxiri shu taqalganini gapiravering. Nechta bo'ladi? Ertaga o'tib beramiz, Ha? sunatiga o'tamiz. O'zi qancha? 200 o'tamiz-da. 5600 ha bo'lsa. Ha. $5600 beraman deyishyapti. Yana telefon qilasan, gaplasha olamizmi, xudo xolasa? Bo'ladi, ha? Ha, gaplashamiz. Gaplashsak bo'ladi deyishyapti. Ozmoz chaqa-chuqa joylari ham bor ekan, qaranglar. Shu. Moshin umumiy holatda mana shu, xudo xolasa xizmatini qiladigan yaxshi mashina aka. Yaxshi. Telefon nomeringiz aka? 77lik 77lik 776 776 76 93. 76 93. Telefon qilasizlar, yo'g'ini bemalol gaplashib, talashib tortishib olsangiz bo'ladi. Cobalt 2024-yil akalar e'tibor qaratamiz. Hisob ma'lumot turibdi mashinamiz. Idealniy holatdagisidan ko'rsatamiz. Bitta oladigan joyi do'stlar. Bozorda ancha-munchaga bunaqasi topish ozmoz qiyin bo'lib qolgan. Do'stlar, sizlarga chotki akalarniki, tanish bratniki maytlis juda xarajatlar qilib qo'yilgan. Qarasam, kerakli jihozlari olib qo'yilgan tayyor mashina. 43823 probeg ko'rsatyapti. Holati xuddi kecha salondagidan chiqqandek turibdi do'stlar. Ko'ringlar, yo'qsa bosib yuborasizlar. Akalar, rangchasi ham o'sha sizlar yaxshi ko'rgan, o'sha rangcha akalar. Diskalarda turibdi mashinamiz. Ko'ringlar, naqshasini o'zi akamiz cho'y narxda qilib beraman. Kelib ko'rishsin, albatta, xudo xolasa yaxshi mashina deydilar. Gazlar taqilgan tayyor holatda. Akalar, hamma yoqlari ideal holatda turibdi. Do'stlar, qaranglar qanday. Qomachasi tik. Chotga turibdi akalar. Narxini o'zi kelishamiz akamiz bilan. Qani qancha qilib beradilar. O'zi nech pul so'rabsizlar aka bunga? Sohib. Narx Nech pul so'rayapmiz? 10800 oxiri. 10800. Tochkami shu aka? Yo, kelisha olamizmi pastiga? Hayır. Real Kelishamiz. kelishsak bo'ladi, ha, ozmi? O'tib beramiz, ha, telefon qilib. Kraska toza, polni shumka, 4 yumshoq ballon. Hamma xarajat qilingan. Yumshoq ballonlarigacha Gazlar gaz, bor. par hammasi qo'yilgan. Olib, ortiqcha vaqtni ketkazmasdan shunday olib minasiz, beradi. To'g'rimi aka? Xo'sh, telefon qilinglar, variantlarcha. Yo'q, mana. Variant yo'q. Avtokredit qilsak bo'ladi. Faqat avtokredit bo'lar ekan akalar. Telefon qilamiz, gaplashamiz. Telefon nomeringiz aka? 77lik
776 76 93 raqamiga telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Darkman Blu-ray.